Salohiddin Ayyubiyning buyuk fathi. Salbchilar 1099-yilda Quddusni bosib olganda shaharda mislsiz qirg'in qilgan edilar. Bu voqealar haqida butun musulmon olami og'riq bilan eslashardi. 1187-yilda esa tarix o'z hukmini qayta yozdi. Salohiddin Quddus oldiga kelib to'xtadi. Qo'shinlar shaharni o'rab olishdi. Devorlar baland, ichkarida salbchilarning mustahkam lashkari bor edi. Ammo ularning ruhi singan. Xatindagi dahshatli mag'lubiyat ularni halok qilgandi. Musulmon qo'shinlar devorlarga minora qurishni boshlashdi. Kamonchilar devorlarga o'q yog'dira boshlashdi. Har tong jang, har kecha nigohlar, ammo bir kuni shahar bosh qo'mondoni Salohiddin bilan uchrashishni so'radi. U Salohiddin oldida turib shunday dedi: "Sultonim, agar biz taslim bo'lsak, siz bizni butunlay yo'qasiz deb qo'rqamiz. Bizni shaharda yarmi ayollar, yarmi bolalar bo'lgan 60 ming odam bor. Agar qirg'in bo'lsa, bu qaytarilmas fojiaga aylanadi deb qo'rqaman." Salohiddinning ko'zlarida g'azab emas, balki fikr paydo bo'ldi. U bir lahza jim turarkan, ortiqcha qon to'kilishini istamasdi. Bu shahar din uchun muqaddas edi. U sokin ohangda shunday dedi: "Men Quddusni qirg'in bilan emas, rahm shafqat bilan olaman." Sarkarda hayratdan qotib qoldi. O'sha paytdan tarix o'zgargandi. 1187-yil 2-oktyabr shahar darvozalari ochildi. Salohiddinning qo'shinlari ichkariga kirganida hech kim qirilmadi, hech kim talanmadi, hech bir ayol yoki bola xo'rlanmadi. Bu o'sha davr urfida deyarli imkonsiz hodisa edi. Salbchilar bundan 88 yil oldin qilgan dahshatli qirg'in bilan solishtirganda bu osmonga qarshi yerni ko'rsatgandek farqli edi. Shunday ham bo'ldiki, kambag'al nasroniylarning tovon puli bo'lmagani uchun sarkarda yig'lab yuborgudek dedi. "Ular nima qiladi endi?" Salohiddin jilmayib javob qildi: "Kambag'allarning gunohi bo'lmaydi. Ularni men ozod qilaman." Va u so'zida turib minglab nasroniylarni o'z hisobidan ozod qildi. Ortiqcha mol yig'magan, boylikka hirs qo'ymagan sulton birgina kunning o'zida shaharni rahm bilan to'ldirib tashladi. Salohiddin avvalo Masjidul Asqo va Qubbatas Sahroga yo'l oldi. U yerlar 88 yil davomida iflos qilingan. Masjidda cho'chqa ham boqilgan edi. Salohiddin yig'lab yuboradigan darajada hayajonlandi. U buyruq berdiki, masjidlarni yuvish uchun yuzlab chelak suv keltirildi. Imomlar takbir aytib, ichkarini tozalashdi. Muqaddas joylar yana ibodat nuri bilan to'ldi. Bu Quddusning qayta tug'ilgan kuni edi. Quddusni olganidan so'ng hatto dushman tarixchilari ham hayratda qolgan. Biz birinchi bosib olganimizda qilgan qirg'inimizni eslab, u bizdan intiqom oladi deb o'ylagan edik. Ammo u 1000 marta adolatliroq edi. Bu bayonot Salohiddinning buyuk fazilatlarini dunyoga ko'rsatdi. Salohiddinning qahramonligi nimada edi? Jangda mard, dushmanlarga shafqatli, o'ziga kamtar, xalqiga adolatli bo'lgan.